Do'stlar va nihoyat Nedik ukamiz Madina shahriga yetib keldi. Ukam, tabriklayman. Rahmat aka. Assalomu alaykum do'stlar. Va nihoyat mana 125 kun deganda yetib keldim Madinaga, payg'ambarimizni ramzalariga. Do'stlar, hammalaringga salom aytyapman. Hammalaring shu yerlarga kelish nasib qilsin ota-onalaring bilan. Inshaalloh do'stlar. Chin dildan niyat qilinglar, havas qilinglar, Allohim beradi. Hech qachon qismaydi. Bu dunyoda hammaga beradi. Hamma qatori sizlarga ham, bizga ham bersin inshaalloh. Nima sabab bo'ldi shu Toshkentdan Madina Makka shahriga yurib ketishingizga? Nimadir turtki bo'ldimi? Nima bo'ldi? O'sha odamlar yozdi. Davay bosin dedi. Keyin bu o'ylamagan narsa edi. Tavakkalchi qoldim. Yo'lda hammasi bo'lib ketyapti. Xo'p, obunachilar soni o'shanda nechta edi? Hozir nechta bo'ldi? Boshdami? Ha. Toshkentdan Madinaga yurish 350 mingta edi. 350 mingtadan hozir 3 million 100 mingga yetib keldi. Shunaqa, lekin siz yurib bormang, sizga tavsiya qilmayman. Qarang. To'g'ri. Mana bir narsada bir kun kechasi uxlamasdan mahallani e'lon chiqsin odamlar. Bir kuni it quvlaydi, nimaga yuribdi deb milisa keladi. Muammo, lekin men shuncha kun ko'chada, o'rmonda, hamma joyda qolib ketdim, chidadimda. Endi ba'zi davlatlarda yarim kechasi mozorda oldida qolib ketdim-da. Juda qo'rqinchli, lekin men odamlar menga emotsiya berib turdi, shu menga foyda bo'yicha sizni qayerdadir sizga pichoq tarab nimalardir voqealar bo'lgan, nima bo'lgan, o'zingiz tushuntirib bering. Pul so'raganda endi pichoq tarashgan. Shunaqa. Tilni bilmaganman, gapirib turaverganman. Nima deganini ular ham bilmaydi. Imo-shara bilan vaqt degan. Safar davomida 3 million 100 mingta bo'lib ketdi. Qayerda uchib ketdi obunachilaringiz? Juda ham ko'payib ketdi. Qaysi shahar yoki viloyat? Navoiyda bilsalaring mushuk topib oldim. Mushuk topib olgandan keyin hamma kuzatib qiziqib ketdi-da. Mushuk keyin tilla topib oldi yo'lda. Hamma bildi. Mushuk tilla topib oldi. Butun O'zbekiston bildi, mushuk tilla topib oldi. O'shandan keyin aktiv, undan mushuk topib olishimdan oldin 300 mingta, 400 mingta ko'rardi prosmotrlar. Mushuk topildi, o'sha uchdi-da, 2 million, 3 million chiqib ketdi. Qanaqadir Alloh sababchi bo'lar ekan, hamma narsaga o'zi burib qo'yar ekan. Niyatingiz yaxshimi? Hech narsadan qo'rqmang. Alloh sizni yaxshi yo'lga boshlaydi degan.